Bugun 17-may, Zulhijja oyi ham kirib keldi azizlar. Bunga ko'ra 27-may kuni Qurbon hayitining birinchi kuniga to'g'ri keladi. Bu kirib kelayotgan bayram bilan barchalar chin qalbimdan tabriklayman. Sizlar ham barcha yaqinlaringizlarni birinchilardan bo'lib tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Shu o'rinda yana bir eslatma. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam bugundan boshlab to qurbonligini qilgunga qadar sochlarini va tirnoqlarini olishlikdan qaytarilgan. Siz bu videoga bitta like bo'lsa, barcha yaqinlaringizga mana shu eslatmani yuborib qo'ying va bu eslatmani savobiga siz ham sherik bo'ling. Bugun 17-may, Zulhijja oyi ham kirib keldi azizlar. Bunga ko'ra 27-may kuni Qurbon hayitining birinchi kuniga to'g'ri keladi. Bu kirib kelayotgan bayram bilan barchalar chin qalbimdan tabriklayman. Sizlar ham barcha yaqinlaringizlarni birinchilardan bo'lib tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Shu o'rinda yana bir eslatma. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam bugundan boshlab to qurbonligini qilgunga qadar sochlarini va tirnoqlarini olishlikdan qaytarilgan. Siz bu videoga bitta like bo'lsa, barcha yaqinlaringizga mana shu eslatmani yuborib qo'ying va bu eslatmani savobiga siz ham sherik bo'ling.